Bir yigit men bilan gaplashmasligini, chunki sochlarim yetarli darajada uzun emasligini aytdi. Uning bu so'zlari meni xafa qildi va shu bilan bir qatorda sochlarimni o'stirishim uchun motivatsiya bo'ldi. Soch o'stiruvchi mahsulotlarni xarid qildim va 2 oy davomida ishlatishni boshladim. Boshida natija bo'lmayotgandek edi, ammo sochlarim to'kilishni to'xtagandi va mayda tollar o'sib chiqishni boshlagandi. Mana bu dog' holatim bo'lsa, bu esa boslisi. Biz bu mahsulotlarni sizga ham yetkazib berishimiz mumkin va yetkazib berish orqali sizni sochingizdagi to'kilish, o'smaslik, bo'yoq natijasida kuyib qolish, gullab ketish, tez yog'lanish kabi muammolarga yechim berishimiz mumkin. Mahsulotlarimiz 100% natural hisoblanadi. Hech qanday allergik xususiyatga ega emas, 100% tabiiy, 1 yoshdan ishlatsa bo'ladi. Agar sizga ham bu mahsulotlar kerak bo'lsa, Telegramdan Almarias adminga yozing. Biz sizga yetkazib berishga tayyormiz. Videoda aytilgan bola aslida mavjud emas. Biz avvalo boshqalar uchun emas, o'zimiz uchun o'zimizni o'zgartiramiz.